Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z Changar jonasining navbatdagi shuni. Navbatdagi buyurtmamiz asosidagi kotelimiz tayyor bo'ldi. Kotelimiz 200-250 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinmoqda. Buyurtmaga asosan avtomatik gorelka ham qo'yib berildi. Xo'p, kotelimiz o'lchamlari bilan tanishib o'tamiz. Kotelimizni mo'risiga 100 mm diametrdagi truba ishlatildi. Kotel eniga 30 santimetrga 30 santimetr o'lchamga ega. Kotel balandligi suv aylanish qismi 60 santimetr, oyoqlari bilan balandligi 66 santimetrni tashkil qiladi. Xo'sh, kotelimizda hamma tarafidan zaklopkalar qo'yilgan. Kotelga mustahkamlik bag'ishlash uchun 16 mm diametrdagi armaturalardan zaklopka ko'rinishida ishlatilgan. Yonboshlarda 3 tadan, old qismida 2 ta qo'yilgan. Kotel ham ochiq, ham yopiq tizimda ishlash imkoniyatiga ega holatda yasalgan. Ustki qismi, ichki qismida bir xil riflonli listlar ishlatilgan, 208 mm qalinlikdagi listlar sobiq ittifoq davrida ishlab chiqarilgan. Kotelimiz o'lchamlari lazerda kesilgan va chipu gibishni stanokda buklangan holatda yasalgan. Ko'rib turganingizdek, oldi tarafida qiralarda, choklarda buklanish holatda ishlatilgan. Ichki qismida ham xuddi shu holat bo'yicha yasab taqdim qilingan. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi kunda kotelimiz narxi umumiy komplekt holati bo'yicha 4 million so'mga baholandi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.